İnsanlarning ishonch tuyg'usi va uning vayron qilinishining oqibatlari. İnsanlarning ishonch tuyg'usi insonlarning boshqalar yoki bir narsaning xarakteri, iqtidori, kuchi yoki haqiqatini jazmlashtirish tuyg'usi bo'lib, u insonlarning hayotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsanlarning ishonch tuyg'usi İnsanlarning o'ziga bo'lgan ishonchi, insonlarning bexatar his qilishi va boshqalarning harakatini oldin faraz qilish iqtidori qatorliqlarni o'z ichiga olgan murakkab bir his tuyg'u va ruhiy holat bo'lib, u insonlar orasidagi munosabat, xotirjamlik va jamiyat muqimligining asosi. İnsanlarning ishonch tuyg'usi yolg'iz insonlarning harakatdan umid kutishi bo'lib qolmasdan, balki u insonlarning hissiy tuyg'usining cho'ng mengida ifodalanishidir. İnsanlarning ishonch tuyg'usining shakllanishi. İnsanlarning ishonch tuyg'usi buvoq va bolalik davrida ota-onalar bilan bo'lgan munosabat jarayonida bara-bara shakllanishga boshlaydigan bo'lib, balaning ehtiyojlari vaqtida qondirilsa, bala oilada yetarlik sevgiga erisha olsa, ota-ona har zaman qilgan va'dasida tursa, balalarning ishonch tuyg'usi sog'lom etiladi va kuchli bo'ladi. Agar bala oilada yetarlik sevgiga erisha olmasa, ota-ona davomliq balasiga bergan va'dasida turmasa, bala ota-onaning oldida har xil voqealarga ko'p uchrab zaxmlansa, ota-ona balalarga davomliq boshqalarning aldam xaltasiga tushmaslik to'g'risida ko'p tarbiya berib, balalarda andisha yoki vahima paydo qilganda balalarning mudofaa mexanizmi kuchayib, ishonch tuyg'usi ojizlashadi. Maktab, xizmat o'rin va ijtimoiy jamiyatdagi kechirmishlar va tajribalar insonlarning ishonch tuyg'usining sog'lom taraqqiy qilishi va kuchayishida nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsan boshqalar bilan barda-keldi qilganda va hamkorlashganda hodisalarning izchilligi va boshqalarning ishonchlik bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini kuchaytiradi. İnsanlar yaşagan jamiyatning qoida yo'sinlari, qimmat qarashlari va axloqiy o'lchamlari insonlarning ishonch tuyg'usining shakllanishi va sog'lom taraqqiyotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsanlarning ishonch tuyg'usiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Birinchi, insonlarning va'dasida turishi va izchilligi o'zaro ishonchni oshiradi. Va'dasida turmaslik va yerim yo'lda to'xtab qilish o'zaro ishonchni yo'qotadi. İkinci, insonlar orasidagi samimiylik va rostchilik, ochiq-oshkor muomala qilish ishonchni oshiradi. Yolg'onchilik va aldamchilik ishonchni yo'qotadi. Uchinchi, o'zaro hamkorlik va yordamlashish o'zaro ishonchni kuchaytiradi. To'rtinchi, yaxshi niyat, vafodorlik va sadoqatlik ishonchni taraqqiy qildiradi. Yomon niyat, vafosizlik va sadoqatsizlik ishonchni vayron qiladi. Beshinchi, o'tmishdagi kechirmishlar va ijtimoiy munosabatlardagi tajribalar mayli ijobiy yoki salbiy bo'lsin, kelgusidagi ishonchga ta'sir ko'rsatadi. 6. Shaxsiy xarakter. Ba'zi kishilarning tabiati boshqalarga ishonishga moyil bo'ladi. Yana ba'zi kishilarning boshqalarga ishonishi qiyin bo'ladi. 7. Har xil media va tashviqot vositalarining adil va rostchil bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini kuchaytiradi. Adolatsizlik, yolg'on va bir tarafli uchurlarning ko'p bo'lishi insonlarning adolat tuyg'usini yo'q qiladi. 8. Jamiyatning adolati va qimmat qarashining sog'lom va kuchli bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini oshiradi. 9. Siyosat va qonun tuzumning adil va haqliq bo'lishi ham shundaqla ularning to'g'ri ijro qilinishi insonlarning ishonch tuyg'usini oshiradi. 10. Hakimiyat va huquq tutqunlarining adil, ochiq-oshkor bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini oshiradi. Balalarning o'sib yetilish jarayonida ularning ishonch tuyg'usining sog'lom etilishi va taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. 1. Balaning ota-ona oldida takror zarbaga uchrashi. 2. Ota-onalarning balalarga va'da berib, va'dasida turmasligi. 3. Ota-onalarning yolg'on gap qilishi yoki ota-ona tarafidan aldanishi. 4. Ota-onalar tarafidan yetarlik e'tiborga erisha olmaslik. 5. Ota-onalarning balaga ishonmasligi yoki ularni hech ishga yaramas deb qarashi.
6. Ota-onalarning balalarga qilma deb tarbiya bergan ishlarni o'zi qilishi. 7. Balaning davomli saboqdash va o'qituvchisining masxarasiga uchrashi. 8. Balaning davomli saboqdashlar tarafidan bo'g'zak qilinishi va aldinishi. 9. Eng cho'ng bilgan, hurmat qilgan insonning o'zi o'ylagandek chiqmasligi. Cho'nglarning ishonch tuyg'usining sog'lom taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. 1. Davomli boshqalarning masxarasiga duch kelish. 2. Davomli boshqalarga bo'g'zak bo'lish va aldinish. 3. Davomli boshqalar tarafidan inkor qilinish. 4. Eng hurmat qilgan, ishongan insonning o'zi o'ylagandek chiqmasligi. 5. Tarixiy shaxslarning, lider va qahramonlarning xoinga yoki yolg'onga chiqarilishi. 6. İnsanlar orasidagi samimiyatsizlik va yolg'onchilik. 7. Rostni yolg'on, yolg'onni rost qilib tashviq qilish. 8. Jamiyatdagi yolg'onchilik va aldamchiliklarni ko'ptirib tashviq qilish. İnsanlarning ishonch tuyg'usi vayron qilinganda kelib chiqadigan yomon oqibatlar. İnsanlarning ishonch tuyg'usi kishilarning dunyoga qaysi ko'z bilan qarashiga, ijtimoiy munosabatda boshqalarga qanday muomalada bo'lishiga, boshqalar bilan hamkorlik o'rnatish masalasi qatorliqlarga zo'r ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, insonlarning ishonch tuyg'usi kam bo'lganda yoki vayron qilinganda, insonning o'ziga va atrofidagilarga bo'lgan ishonchi to'van yoki kam bo'ladi. Inson dunyoga yomon ko'zi va gumon bilan qaraydigan bo'ladi. İjtimoiy munosabatda boshqalarga har zaman mudofaa va gumon bilan muomala qiladigan bo'ladi. Boshqalar va jamiyatdan oson o'zini qochiradigan bo'ladi. Ishonchsizlik tufaylidan boshqalar bilan oson hamkorlik o'rnatolmaydi. Ishonchsizlik yoki ishonchning kam bo'lishi insonlar orasidagi shaxsiy aloqa, kasbiy munosabat va butkul jamiyatda har xil yomon oqibatlarni keltirib chiqaradi. 1. Shaxsiy aloqa va munosabatning buzilishini keltirib chiqaradi. 2. Ishlab chiqarish unumi tuvanlaydi. 3. İnsanlar orasidagi bisim va jiddiychilik kuchaydi. 4. İjtimoiy uyushish, birlik va ittifoqlik ojizlashadi. 5. İnsanlar orasidagi hamkorlik yo'qaydi yoki hamkorlik o'zaro gumon ichida davom qiladi. 6. Shaxsiyatchilik, passivlik va shaklvozlik kuchaydi. Qanday qilganda o'zaro ishonchni kuchaytirib bo'ladi? Tuvandagi usullar bilan insonlar orasidagi ishonch tuyg'usini ma'lum darajada kuchaytirish mumkin. 1. Do'stlar orasidagi uzun muddatlik munosabatni qadrlash. 2. İnsanlarga, bo'libmi do'stlarga va atrofdagilarga samimiy bo'lish. 3. Va'dasida turish, vaqtga rioya qilish. 4. Xatolik o'tkazganda cho'qim o'z xatoligini e'tirof qilish. 5. Her daim hojatmanlarga yordamda bo'lish. 6. Boshqalarga, bo'libmi do'st birodarlar va atrofdagilarga ko'ngil bo'ladiganligini ko'rsatish. 7. Prinsiplik va adolatli bo'lish. Xato, yomon ishlarga qarshi turish, to'g'ri ishlarni qo'llash. 8. Ochiq oshkor bo'lish va maydon aniq bo'lish. 9. Boshqalar bilan fikr almashtirganda ko'z qarashini aniq ifodalash. Mujmallikdan saqlanish. 10. Boshqalarni osal holga tushirib qo'ymaslik yoki xijil qilmaslik.